Yo. Xo'sh. Qishloqlar bu yerdamikan? Barcha salom bo'lishlar, yaxshimisizlar? Qishloqlar tayyormisizlar? Yashirinishga. Albatta, kapot biza judayam zo'r yashirdamiz. Ishonsangiz ishonmasangiz bor, eng zo'r yashirduvchi biza. Ha, okey. O'tgan videorolikda ham ko'rganinglarda, ya'ni sizlar bilan yashinda, ya'ni yoshmaqacha o'ynagandik. Yashirda demasa ko'p. Davay tezroq yoshmagacha o'ynaylik. Ya'ni yashirinishmi yoki bilmadim nima deyiladi-yu, mayli. Sen hozir sarab tursang biza yashirinardik. Qaranglar, lekin bunaqa yomon, misol uchun mana bu chet ishlatish, ya'ni nima desam bo'ladi, g'irromchilik qilish bo'lmasin, tushundinglarmi? Nima? Biza har doim halol o'ynaganmiz, tushundingmi? Eng zo'r ajoyib o'ynaganmiz. Okey, mayli, men buni sanab turaman. Xo'sh, barcha salom obunachlar, mani ismim Kompot va mani videoroligimga xush kelibsizlar obunachlar. Video boshlanishidan oldin bitta obuna va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, obunachlar, hozir nima bo'lyapti deydiganlar bo'lsa, hozir obunachlar ko'rib turganingizda biz hozir qishloqlar bilan nima edi? Yashirin maqtanchoq deylarmidi, yosh maqtanchoq deylarmidi, obunachilar bilmadim-ku. Okey, qisqasi mana shunaqa o'yin o'ynayapmiz. 40 ta zumrad evaziga. Agarda men ularni topsam, 40 ta zumrad ular menga berishadi. Agarda men topa olmasam, men ularga berishim kerak bo'ladi. Xo'sh, qishloqda juda ham zo'r ajoyib yashirinadigan yerlar bor. Shularni hozir ko'rib chiqaman, yaxshilab. Mojid balkim mana shularga yashirinishlari mumkin ular. Xo'sh, olib keldingmi kostyumni? Ha, olib keldim. Hozir kiyib olamiz. Birinchi kapotni qishloqda aylanib kiysan, keyin saraygacha kiyib olamiz. Okey, mayli bo'lmasa. Tayyor bo'lib turinglar, tushundinglarmi? Hamma narsa tayyor qilib turinglar. Juda ham zo'r ajoyib qiziqarli yoshmagacha o'yini bo'ladi hali. Kapot topa olmaydi bizani. 100 talik topa olmasligi aniq. Xo'sh, obunachilar ko'rishingiz mumkin. Yana bu yerlarda yana boshqacha yashirinadigan yerlar bor, juda ham ko'p. Misol uchun sizlarga bitta anonsni ko'rsataman. Oppa, mana bu yerda bo'lish kerak. Oppa, ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Sirli yer bor yashirinishga. Okey. Xo'sh, ana endi yana qayerda bor ekan? Mayli obunachilar, ko'p gapirmasdan hozir sanashni boshlaymiz. Juda ham ko'p yashirinadigan yerlar bor yana. Xo'sh, qishloqlar, meni qishloqda ko'rib chiqdim. Mana endi sanash boshlayman. Xo'p, mayli, 100 gacha sanaysan, tushundingmi? 100 sekundgacha. Okey, mayli bo'lmasa sizlar yashiringlar, tushundinglarmi? Xo'p. Biza yashirinamiz, sanayver. Okey, mayli. Xo'sh, ana endi sanashni boshlaymiz. Xo'p, mayli. Boshladim meni. 1 2 3. Xo'sh. Davay, tezroq kostyumni kiy. Oppa, ajoyib kostyumchadan kiyib oldik. Endi yashirib olishimiz kerak, yashirib olamiz. Kapot bizani ko'rmasligi kerak. Ko'rmasligiga harakat qilishimiz kerak to'g'rirog'i. Hammadan joydami? Ha, joyda biza. Xo'sh, 100 короче bo'ldi. 100 gacha sanab bo'ldim. Menimcha endi qidirish vaqti keldi deb o'ylayman. Obunachilar, o'zi bor, mana shu gapim uchun ham bir 4-5 sekund o'tib ketdi obunachilar. Okey, mayli. Qilichimizni olamiz qilich bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qayerlarda ekan? Qayerda bo'lishi mumkin? Mana bu suvda ichida bo'lishi mumkin, lekin bilmadim. Bir qarab ko'rishimiz kerak. Bilmadim. Xo'sh, obunachilar, mana bu yerda yashiringan bo'lishi mumkin 100 talik. Xo'sh, bular meni o'ylashadiki, yo'q, kompot topolmaydi deb o'ylashadi, lekin men topaman demoqchi edim. Bu yerda yo'q ekan. Okey. Yaxshi. Bo'lmasa boshqa yerlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu yerlardami ekan? Bilmadim. Mana bu yerlardami ekan? Yo'q, bu yerlardami ekan? Tushunmadim. Kim keldi? Voy! Kim kelyapti? Mana bu yuqoridan kulayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu yerdan eshitilar, lekin mana shu yuqoriga chiqib olib kulishayotgan bo'lishi mumkin. Ha, mana sizdan kulyaptimi? Hali hozir topib olaman bularni, keyin ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh, qayerda ekan? Qayerda bo'lishi mumkin demoqchi edim. Bu yerda ham yo'q, qayerda bo'lishi mumkin? Voy, kim kulyapti? Kim kuldi meni ustimdan? Mana bu yerlardan kulishyaptimi deyman-da. Voy, kulmaydi deb emasam, meni ustimdan kulmaydi debmi? Xo'sh, obunachilar, men qaranglar, sizlar ko'ryapsizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar-da. Tushunmadim. Qayerdan eshitilyapti? Bo'lishi mumkin emas. Kim bo'lishi mumkin? Qayerda? Mana bu yerlardami ekan? Yo'q, bu yerda ham emas. Qanday obunachilar, agarda sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar-da. G'alati. Qayerda bo'lishi mumkin bular? Nega meni ustimdan kulishyapti bular? Meni ustimdan kulyaptimi yoki o'ziga o'zi kulyaptimi? Bilmadim. Yoki yer ostida bo'lishi mumkinmi? Mana bu yerda bo'lishi mumkin, oppa. Yo'q, bu yerda ham yo'q ekan. Qayerda bo'lishi mumkin bo'lmasa? Kapotni topa olmaydi. Burnim qichyapti-da, qimirlab burnim qitmasa bo'ladimi? Yo'q, bilmadim. Qayerda bo'lishi mumkin ekan bular? Yo'q. Qanday men yutqazyapman men?
40 ta zumrad berish umuman niyatim yo'q bularga. Xo'sh, bu yerdamikan? Yo'q. Bu yerdamikan? Yo'q, bu yerda ham emas. G'alati, qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q. Obunachilar 100 ta qazish niyatim umuman yo'qman bularga. Xo'sh, qamatib turish kerak. Voy, borib hamma kulgim kelyapti, borib vashti kulgim kelyapti-da. Mayli, jim o'tir faqat, tushundingmi? Ha, mayli. Xo'sh, qayerda bular? Yo, mana bu suvni ichidamikan, ha? Suvni ichida yashinib olgan bo'lishi mumkin bular. Ha, nimadir qimirlayapti mana bu yerda. Ha, bular shu bo'lishi kerak. Voy, mana bu yerda nima bor ekan bu? Voy, qanaqadir 8 oyoq bor ekan. Voy, qo'rqib ketdim men. Men tishlarini ko'rdinglarmi 8 oyoqda? Bo'ldi. Bo'ldi, mana bu yerga tushmaymiz. Qayerda? Yo'q. Men qanday bular? Men kulayotganini eshitib turibman bularni. Lekin nima bo'ladi? Bular yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin obunachilar? Okey, mayli. Bu yerlardamikan? Bu yerda ham yo'q. Bu uyda ham yo'q. Ajoyib. Voy, mana qo'rqib ketibman. Mana bu yer. O'zim sizlarga ko'rsatdim, mana bu yerda. Qayerda bo'lishi mumkin? Ha, mana bu sirli richak bo'lishi kerak bu. Hozir mana bitta tortamiz-da. Keyin bu qo'rqib ketibman. Mana bu gravel tushib ketdi-yu. Mayli. Qayerda bo'lishi mumkin? Qayerdasizlar qishloqlar? Men 40 ta zumrad berish niyatim yo'q. Ha, kelyapti kapot, qamajim tursin. Ha, bo'ldi. Qayerdasizlar? Qayerda deyapman? Qayerda? Yoki yamadamikin sizlar? Bilmadim, yamada bo'lishinglar mumkinmi yoki? Yamadamikin? Bilmadim, qayerda bo'lishi mumkin bular? Qayerdasizlar? Voy, kim kuldi? Kim meni ustidan kulyapti? Kim? Mana bu yerlardan eshitildi. Voy, qayerda eshitlar? Mana bu yerlardan eshitildimi? Yamada bo'lishi mumkin. Mana bu chuqur kavlab olganmisizlar? Voy. Nima kulaverasan? Qaysini kulyapsan sen? Atir urma bo'ldi. Kim gapirdi? Hop. Kimdir gapiryapti? Okey. Kim bo'lishi mumkin bu? Kim? Qayerda ekan? Mana bu yerlardan eshitilyaptimikan? Yo, men miyamga nimadir bo'ldimi deyman-da. Nimadir qilishdimikan? Voy. Qo'rqib ketibman. Qishloqqa sanmi deyim? Sen qishloqqa, ha? Voy, men kirib ketib qoldim. Yordam. Nima qilib qo'ydik? Hozir sabr qilib tur. Sen qishloqqa. Nima sen bunaqa kamuflyaj kiyib olgansan, ha? Va bu g'urromchilik bo'lib bilsang agar. Yo'q, g'urromchilik emas, bu juda ham zo'r avqalona ish tushunyapsanmi? Va IQ-yim balandda. Bu yaxshi emas, lekin yaxshi emas. Nima bo'ladi? Yaxshi ish qilmadinglar lekin mana shu bilan. Qayerda ekan boshqasi? Yo'q, bu yerda yo'q. Hech kim yo'q bu yerda. Voy, tushunmadim, chota g'alati. Mana bu yerda. Voy, qishloqqa men seni topdim. Bo'ldi. Mana urishing shart emas. Bo'ldi, mana bu yerga chiqaman o'zim. Xo'sh, mayli, sizlar ikkalaringiz kamuflyaj kiyib olgansizlar. Uchinchilaringiz qayerda ekan, ha? Bilmaymiz, o'zing topib ko'r. Mayli, o'zim topsam bu nima bo'ladi? Sen daraxt ko'rinishiga, sen esa mana bu taxta ko'rinishiga kirgansan, to'g'rimi? Xo'sh, keyinchi? Bilmadim. Bu yerda daraxt ko'rinishiga turganding, bittang taxta ko'rinishiga va tosh ko'rinishidami uchinchisi? Qanday bilmadik biz, o'zing top. Xo'sh, mayli, bu yerda yaqinlarda toshlar bor. Xo'sh, bu yerlarda yo'q. Toshga aylanib olgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, yoki bu yerlardanmikan? Topdim. Qanday tez topding bunday? Davay, qani chiqinglar-chi. Xo'sh, ana endi men sizlarga zumrad berishim shart emas, bilasizlarmi? Boringlarga bu juda ham zo'r kulgili bo'ldi-da. Sizlar boydan beri mana ustimdan kulib turgandinglar. Ana endi shu qo'yganlaringiz uchun menga ko'proq zumrad berasizlar. 40 ta zumrad emas, ana endi bilmadim, 1,5 stak zumrad berasizlar. Nima? 1,5 stak aqldan o'sib qolganmisan, bu juda ham ko'p-ku. Bo'lmasa yo'q, bo'lmasa men qilchim bu, ko'rib turganinglardek, ha? Bo'ldi, mana 2 stak pashte. Ajoyib, mana malades. Voy, yamaga tushib ketib qoldim. Kulavermalaring, jonimga tegdilar, bor kulaverib. Qaranglar. Endi qanday qilib to'laymiz kostyumni pulini? Bilmadim. Yutqazinglar, короче, mana obunchilik ko'rishingiz mumkin. Bular borib, kamuflyaj kiyib olib, mendan yashirib olishibdi. Juda ham g'alati ekan. Obunachilar, bitta like va podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin obunachilar. Podpiska va like'lar mana shu juda ham muhim va tekin narsa bu. Meni to'g'rilab qo'ydi birortang. Xo'sh, keyin mana bularni zumradga aylantiramiz edi.
maza qilib korоче boy videoni bu yerda yopib qo'ydimku mana shu zumrad bilan. Mayli like bosishni unutmanglar va kanalga obuna bo'lish. Mayli obunachilar bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar obunachilar.